BTS yana boshlaydi. Janubiy Koreyada majburiy harbiy xizmat sababli tanaffusga chiqqaniga qariyb 4 yil bo'lgan bo'lsa-da, BTS a'zolari bu vaqt ichida ham san'atkor, ham inson sifatida ulg'aydi va yakkaxon faoliyatni katta muvaffaqiyat bilan boshladi. Endi esa dunyodagi eng katta guruh 5-studiyaviy albom Ulkan jahon turi va ular alohida kuchlimi yoki birgalikdami degan savolga yakuniy javob berish uchun qaytmoqda. 2025-yil o'rtalarida BTSning so'nggi a'zosi ham Janubiy Koreyada har bir sog'lom erkak uchun majburiy bo'lgan harbiy xizmatni tugatgach, 7 a'zo Los-Anjelesga yo'l oldi va yana bir tom ostida yashash uchun birlashdi. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V va Jungkook 2010-yillar boshidan beri bir guruhda edi. O'sha paytda ular hali o'smir edi. Biroq 2019-yildan beri bir joyda yashamagan. Bir necha yil alohida yashab, harbiy xizmatni ado etib va yakkaxon faoliyat bilan shug'ullangach, yana ishga qaytish vaqti kelgandi. Haftasiga 6 kun ishlardik, xuddi ishbilarmonlardek, deydi guruh lideri RM. Ular qat'iy tartibga amal qilishdi. Ertalab sport zalida birga mashq qilish, tushlik uchun uyga qaytish, soat 1da studiyaga borish va kechki 8gacha turli qo'shiq mualliflari hamda prodyuserlar bilan yangi qo'shiq ustida ishlash. Shundan so'ng yana uyga qaytishardi. Yana bir uyda xonadosh bo'lib yashash orqali BTS beixtiyor mashhurlikdan oldingi hayotini qayta sinab ko'rayotgandek bo'ldi. Ya'ni ular Hype Corporation'da stajyor bo'lgan davrlariga qaytgandek edi. O'sha paytda ular shunchaki debyut qilish uchun hamma narsaga tayyor edilar. Bu hali ular 500 milliondan ortiq nusxa sotishidan, dunyo bo'ylab 104 milliarddan ortiq stream yig'ishidan oldingi davr edi. Grammy mukofotiga nomzod bo'lgan ilk koreys guruhi bo'lishidan, Billboard 200 albomlar reytingi va Billboard Hot 100 singlelar reytingida birinchi o'rinni egallashidan, BMTda nutq so'zlashidan oldingi davr edi. Ular hali global madaniy kuchga, tarixdagi eng ko'p sotilgan osiyolik ijrochiga va istalgan janr hamda istalgan mamlakatdan chiqqan eng ko'p sotilgan guruhlardan biriga aylanmagan edi. Bugungi kunga kelib BTS haqidagi afsona ko'pchilikka tanish. 2010-yilda Seuldagi kichik label bo'lgan Big Hit Entertainment 16 yoshli RM bilan shartnoma imzoladi. U allaqachon mahalliy underground hip-hop sahnasida iste'dodli rapper sifatida tanilgan edi. Ko'p o'tmay qo'shiq muallifi va rapper Suga hamda ko'cha raqqosidan rapperga aylangan J-Hope unga qo'shildi. Yanada daromadli imkoniyatni sezgan kompaniya rejasini o'zgartirib, hip-hop triosini K-pop guruhiga aylantirdi. Natijada underground rapchilarning keskin ruhini an'anaviy idol guruhining jozibador tijoriy uslubi bilan uyg'unlashtirgan noyob 7 a'zoli tarkib shakllandi. Jin, aktyor bo'lishni orzu qilgan yigit, oxir-oqibat o'zini kuchli vokalist sifatida isbotladi va Worldwide Handsome laqabini oldi. Jungkook guruhning eng kichigi va eng ko'p qirrali xonandalaridan biri. Tez orada har tomonlama yetuk sahna ijrochisiga aylandi. V esa chuqur bariton ovozi va modelga xos jozibali ko'rinishi bilan guruhga zamonaviy va nafis ohang qo'shdi. Guruh tarkibini esa professional raqqos Jimin to'ldirdi. U o'zining sahna mahorati va balandroq, nihoyatda o'ziga xos ovozi bilan umumiy uyg'unlikni boyitdi. Bir necha yil ichida bu kamtar underdog jamoa Janubiy Koreyaning katta uchlik ko'ngilochar kompaniyalari SM Entertainment, YG Entertainment va JYP Entertainment guruhlariga jiddiy raqobatchi bo'la boshladi. Keyinchalik ular mahalliy sanoatning birinchi raqamli guruhiga aylandi va undan ham oshib butun dunyo miqyosidagi fenomen darajasiga ko'tarildi. Los-Anjelesda o'sha 2 oy davomida yana bir uyda birga yashagan holda yigitlar eng yaxshi albomni yaratish uchun tunu kun mehnat qildi. Ular ilk yillardagi kabi go'yoki oltin qaziyotgandek ishladi. Va menimcha biz uni topdik, deydi RM. Deyarli 6 yillik tanaffusdan keyin ilk studiyaviy 5-albomi haqida. Albatta, bu ulkan jahon turi bilan birga keladi.
Bu qaytish so'nggi yillardagi eng katta kutishlardan biriga aylandi. 1960-yilda Elvis Presley armiyadan qaytgan paytdagi shov-shuvni eslatadigan darajada hayajon uyg'onmoqda. Men guruh bilan Seuldan taxminan 1 soatlik masofadagi studiyada uchrashdim. Bu 2022-yildagi tanaffusdan beri ular guruh sifatida bergan ilk intervyu. Ularning o'zaro yaqinligi va samimiyligi darhol seziladi. Bu rishta ham taskin beruvchi, ham qiyinchiliklar orqali mustahkamlangan. Dekabr oyida RM Weavers Hype Corporation'ning hamjamiyat platformasida jonli efirga chiqib, qaytish oldidan guruhni tarqatib yuborish haqida minglab marta o'ylaganini tan olgan edi. Bu jonli efir Army guruhning nihoyatda global, yaxshi tashkil etilgan va mehr bilan himoya qiluvchi muxlislari orasida katta shuv-shuvga sabab bo'ldi. Shaxsiy bosim juda katta, deydi u 6-dekabr kunidagi jonli efirda. O'tgan oydan beri hatto uxlashim ham mumkin emas edi. Uyqu tabletkasi retsepti olishim kerakmi yoki yo'qligini o'ylab yurardim. Ming marta o'yladim, guruhni tarqatish yaxshiroq bo'larmidi yoki tanaffusga chiqishmi? Bu bosimni tushunish mumkin. Vazifa deyarli haddan tashqari ketdi. So'nggi studiyaviy albomidan deyarli 6 yil o'tganidan so'ng BTS shu uzoq kutishdan keyin muxlislar kutgan darajadagi asarni taqdim eta oladimi? Ularning birga chiqishganiga ham qariyb 4 yil bo'ldi. Sehr hali mavjudmi yoki alohida yashash ularni shunchalik o'zgartirdiki, eski kunlarga qaytish qiyin bo'lib qoldimi? Bunga qo'shimcha ular Janubiy Koreya musiqa sahnasini global pop markaziga olib kelish bilan birga butun millatning umidini ham o'z zimmalariga oldi va albatta butun dunyo bo'ylab armiya muxlislari mehrini va orzularini ham. Ushbu intervyu davomida asosan tarjimon orqali suhbatlashar ekanmiz. Arimning Weavers jonli efiri butun dunyoga tarqalgan voqea mavzusi tabiiy ravishda ko'tarildi. O'ylaymanki, shu jonli efir tufayli ba'zi memlar paydo bo'ldi, deydi RM kulib. Boshqa a'zolar nima deb o'ylashdi? Aslida hech birimiz o'sha jonli efirni to'liq ko'rmaganmiz, deydi Vi. Faqat qisqa YouTube Shorts yoki Reels'da ko'rdik, deydi Jin. Bir-birimizning jonli efirimizni tomosha qilish g'alati bo'lardi, tushuntiradi Shuga. Biz doimo birgamiz, xuddi aka-ukalardekmiz. Menimcha bu RMning armiyaga bo'lgan sevgi tili, deydi Jimin. U guruhga va armiyaga qanchalik hissiy bog'langanini ko'rsatadi. RMning shu zaiflikni namoyish qilishi juda tabiiy edi. RM guruhning yuzi, deydi Vi. U lider. Shuning uchun u boshqalarga qaraganda ancha ko'proq bosim his qiladi. Odatda menga bunday bosim bo'lmaydi, lekin unga borligi seziladi. RM guruhdoshlari so'zlaridan ancha ta'sirlanib, 6 a'zoga qaraydi. Qanchalik yoqimli. Men bu yigitlarni juda yaxshi ko'raman. Ularning yaqinligi seziladi. Ular bir-birlari bilan juda erkin. Jimin Jinning bo'ynini ushlaydi. Jin esa o'yin kulgusi bilan Jiminning oyog'iga tekkizadi. Chonguk esa qulay joylashib olib, oldiga 2 mandarin va bir necha kartoshka chipsi qo'yadi-da, savollar orasidagi tanaffuslarda ishtaha bilan yeb o'tiradi. Shu bilan birga Vi vaziyatning muhimligini sezib, boshqalarning suratini olish uchun telefonini chiqaradi. An'anaviy BTS uslubida yigitlar RMning Weavers jonli efiridan kelib chiqqan murakkab hissiyotlarni bir-birini kuldirish orqali yengib o'tishdi. Xuddi akalar kabi. Biz bir-birimizni yupatadiganlardan emasmiz, deydi Jimin. Lekin biz shunchaki kulamiz va bir-birimizni kuldirishga harakat qilamiz. Shunda u unutadi. Shu bilan birga ichdik ham. Spirtli ichimlik doim yordam beradi. Oldinda uni kuldiramiz, lekin ortda ham yig'laymiz, deydi Vi. Ular shunchaki shunaqa, deydi RM kulib menga. Shunday vaziyatlarda ular shunday muomala qilishadi. Ha, menga aylantirib hech narsa bo'lmagandek qilamiz. Bu yigitlar uchun haqiqiy kuch birlikda ekanligi aniq. Hatto yirik pop comebackning katta bosimi ham hazil va aka-uka o'yinlari orqali yengilishi mumkin. Suhbatimiz davomida hech qanday sabab yo'qligida Jimin dramatik tarzda kurtkasini yechib, yupqa tanaga yopishgan tor maykasini ko'rsatdi. Juda ehtirosli, dedi Chonguk. Jimin buni sezib kuldi. Qo'llarini kuch bilan cho'zib, mushagini siqib boshqa a'zolarning fikrlashidan chalg'itdi.
Men bu dinamikaning guvohi bo'ldim. Hatto cover fotosurat olish jarayonida ham Wiz Khalifa va Snoop Dogg'ning Young Wild Free qo'shig'iga raqsga tushdi. Go'yo Suga soch va makiyaj jamoasi uni tartibga solayotganda, unga qo'shilishiga chaqirayotgandek. J-Hope esa solo portret suratidan ketayotganda Drake'ning Hold On We Are Going Home qo'shig'i eshitildi. U qo'shiqni to'liq falsetto bilan kuylab, surat olishni bir lahzaga to'xtatdi. Ular bir-biriga kuchli rishtani baham ko'radi va guruh sifatida chin dildan muloqot qiladi, dedi Megan Thee Stallion Butter remixi va R&B bilan Never Play qo'shig'ida hamkorlik qilgan. Bunday birgalikdagi kamtarlik, sevgi va jamoaviy ish darajasini ko'rish juda noyob, lekin o'ziga xos dinamika. Men BTSning 7 a'zosi haqida shunday deb o'ylayman, deydi Chris Martin, Coldplay guruhi a'zosi. Ularni yulduzga aylanish jarayonidagi bosim yanada yaqinlashtirgan. Hech bo'lmaganda men shunday deb o'ylayman. Martin va Coldplay BTS bilan My Universe qo'shig'ida hamkorlik qilgan. Meni eng quvontirgani shuki, ular bir-birining yonida ekanligini his qilaman. Shaxsiy jihatdan juda birlashganlar. Bir-biriga aralashadi, bir-birining oyog'iga tushmaydi. Har birining aniq roli bor. Ular orasida sevgi haqiqiy. Eng ta'sirli jihati juda kuchli vaziyatda ham sevgi borligi. Muayyan nuqtada musiqaning sehrini nima qilayotganini tushunish qiyin bo'lgani kabi, guruhlar bilan ham shunday, deya davom etdi Martin. Shuning uchun biz ba'zan guruhlarni sevamiz. Nega bilmaymiz. Nega bu 7 kishilik guruh sehrli tuyuladi? Ularning alohida qismlarining yig'indisidan kattaroq. Ular nihoyatda mehnatkash va bir-biriga mehribon, ishini sevadi. Bulardan tashqari qandaydir tushuntirib bo'lmaydigan sehr mavjud. Bir-birimizga yoqqan musiqani tavsiya qilamiz. Shu sababli ko'pincha bir vaqtning o'zida bir xil musiqani yoqtiramiz, deydi J-Hope. Ularning uzoq kutilgan qaytishi haqida gap ketar ekan, ko'pchilik super mashhur yulduzlar erisha olmaydigan narsani esdan chiqarmaslik kerak. BTS a'zolari oxir-oqibat oddiy odam bo'lish tajribasini boshdan kechirdi. Janubiy Koreyada 18-25 yoshdagi deyarli barcha erkak fuqarolar 18-21 oy davomida harbiy xizmatda bo'lishlari shart. Bu Shimoliy Koreya bilan doimiy ziddiyat xavfi bilan bog'liq. Devorni chetlab o'tish deyarli imkonsiz. Faqat olimpiya medallari egalari ruxsat beriladi. Ular safga kirishidan oldin BTS a'zolariga bu ruxsat berilishi mumkinligi haqida taxminlar bo'lgan. Axir ular deyarli milliy xazinalar edi. Ammo ular dunyoni hayratda qoldirdi va xizmatga kirishdi. Xizmatni bosqichma-bosqich o'tayotgan holda Jin birinchi bo'lib, Suga oxirgi bo'lib. Shunda har bir jamoat oldida faol yakkaxon ijrochilar bo'ladi. Bu ularning sevimli armiya muxlislarining ularni sog'inmasligini ta'minlagan yuqori darajadagi muvofiqlashtirilgan harakat edi. Harbiy xizmatni turli rollarda bajarish orqali drill instruktorlar Jin va J-Hope, harbiy oshpaz Jungkook, maxsus qo'mondonlik vazifasi a'zolar kundalik hayotning zerikishi va rutina bilan tanishdi. Xuddi 20 yosh atrofidagi koreys fuqarolari kabi. Masalan, Suga yelkasi jarohatlanganligi sababli jamoat xizmatida ishladi. Dunyo stadionlaridagi chiqishlarini ofis ishiga almashtirdi. Aslida men hech qachon ishga kech qolmaganman, deydi Suga faxr bilan. Har doim 10 daqiqa oldin kelardim. Kun davomida qilishim kerak bo'lgan ishlarimga tayyorlanardim. Avvaliga har doim bir joyga vaqtida borish va bir xil vaqtda uyga qaytish menga g'alati tuyuldi, lekin keyin ko'nikdim va bu mening bir qismimga aylandi. Ushbu tartib oxir-oqibat uning musiqa yaratish jarayoniga ham ta'sir qildi. Xizmatga kirishimdan oldin odatda musiqa ustida kechqurun yoki juda kech ishlardim. Lekin xizmatdan chiqqach, kun davomida qo'shiqlar ustida ishlashni boshladim. Butunlay boshqa dunyoga tushib, unga moslashish albatta qiyin edi, deydi J-Hope. Lekin odamlar qiziq. Ular tezda moslashishni o'rganadi. Men sog'lig'im yaxshilanganligini his qildim. Hayot va jamiyatning turli jihatlarini ko'proq o'rgandim. Shuningdek, ko'plab yangi odamlar bilan tanishdim. Bu katta foyda bo'ldi. Harbiy xizmatda bo'lish va uni bajarish esa Koreyada har bir erkak uchun majburiy tajriba. Bu shunchalik og'ir ediki, hatto yig'lab yuboray dedim, deydi Jimin, ko'ziga yosh kelgandek qilib, lekin kulib. Oson bo'lmadi. Lekin biz uchun bu vaziyatni boshdan kechirish juda muhim edi.
Guruhning eng esda qolarli qayta uchrashuvlaridan biri aslida tanaffus davrida sodir bo'lgan. Bu hali hammamiz armiyadan qaytmagan vaqt edi. Chonguk yig'layotgandi, rostdan ham yig'lardi, deydi Vi. Guruhdoshi birlashishni qanchalik istaganini eslab, u sahnaga qaytib yana chiqish qilishni juda xohlardi. Biz hamma narsadan ko'ra BTSni qadrlaymiz. Guruh sifatida debyut qilganmiz, shuning uchun bu bizning asosiy identitetimiz deb o'ylayman, deydi Vi. Men Chongukning sahnadagi chiqishlarimiz va musiqamizga qancha mehr va ishtiyoq bilan qarashini his qildim, deydi Suga. Bu orada eng kichik a'zo Chonguk hech narsani eslamagandek ko'rinishga harakat qiladi. Rostini aytsam, eslay olmayman, deydi u kulib, lekin u yerda hamma bor edi. Tanaffus davrida 7 a'zo professional jihatdan rivojlandi. Har bir a'zo alohida puxta shakllangan loyihalarni chiqardi. Boom-bap hip-hop, J-hopning Jack in the Box albumi, Peter Gabriel uslubidagi power balladlar, Jinning The Astronaut, chartni zabt etgan top 40 hitlar, Chongukning Seven, Jiminning Like Crazy, ekzistensial o'ylar bilan to'ldirilgan introspektiv albomlar, RM'ning Right Place, Wrong Person, trilogiya hajmidagi san'at asarlari. Suga tanaffus vaqtida o'z alter egosi August D sifatida 3-albomini chiqardi va qisqa lekin mazmunli eplar V'ning Layover. Oxirgi bir necha yil BTS a'zolarining san'atdagi o'sishini va ijodiy cho'zilishlarini ko'rsatdi. Ular Erika Badu, RM bilan, afsonaviy Ryuichi Sakamoto, Suga bilan, J. Cole, J-Hope bilan va hatto mashhur Van Kar-wai hamkori Vinshia, RM bilan kabi afsonalar bilan hamkorlik qilib, o'z tasavvurlarini hayotga tatbiq etdilar. Natijada 7 a'zo o'z uslubidagi ijodkorlarga aylanishdi. Har biri o'ziga xos obsessiya va tobora ajralib turadigan ijodiy yo'lga ega bo'ldi. Pop yulduzi Halsey 2019-yilda guruh bilan Boy With Love hitida ishlagan va Suga bilan alohida o'z Manic albumi va Lilies qo'shig'ini qayta tasavvur qilgan. Har bir a'zo rivojlanayotgan san'atini diqqat bilan kuzatgan. Ularning har biri shunchaki o'ziga xos solo yo'lini bosib o'tgan. Bu ularning shaxsiy uslubi va kuchlarini haqiqatdan ham aks ettiradi, deydi u elektron pochta orqali. Men hayron bo'lmadim, lekin ularning solo ishlari shunday nafis boshqarilganki, juda hayratda qoldim. Eng hayajonli jihati shundaki, ularning har bir loyihasida ular qo'shiq yozuvchi sifatida gullab yashnayotganini va shaxsiy ijodiy jihatlari markazga chiqqanini ko'rish mumkin. Mening uchun solo faoliyatlar uyg'otuvchi signal kabi bo'ldi, deydi Jimin. Men bilardimki, ko'p mashq qilishim, san'atkor sifatida o'sishim va qamrovimni kengaytirishim kerak edi. Guruh sifatida birlashishimizdan oldin men boshqa a'zolarning chiqishlari va solo faoliyatlarini kuzatdim va o'yladim, men ham shuni qila olaman. Ular juda zo'r ish qilishdi. Solo ishlashda eng yoqqani shuki, o'z didingizni yaxshiroq tushunasiz. Ayniqsa bu musiqa afsonalari bilan hamkorlik qilganda, deydi J-Hope. Shunchaki o'zingizni yaxshiroq bilib olasiz. O'z ranglaringizni, qanday didingiz borligini tushunasiz. Menga buni amalga oshirish qiyin o'rganish jarayoni bo'ldi, deydi u. Shuning uchun guruh sifatida birlashishimiz yanada ma'noli. Men ko'p narsalarni o'rgandim va bu tajribalar bebahodir. Buni pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Men bilaman, biz shu yerdamiz. Chunki biz jamoamiz va jamoa sifatida boshlanganmiz va bunga juda hurmat bilan qaraymiz va shuningdek birga juda ko'p zavq olamiz, deydi Jimin. Ularning solo yutuqlariga qaramay, guruh qayta birlashishi borasida hech qanday shubha bo'lmagan. Men bilaman, biz shu yerdamiz, chunki biz jamoamiz va jamoa sifatida boshlaganmiz va bunga juda hurmat bilan qaraymiz va shuningdek birga juda ko'p zavq olamiz, Jimin qayta ta'kidlaydi. Biz BTSni har birimizni alohida qadrlanishimizdan ko'ra ko'proq qadrlaymiz, deydi Vi. Biz guruh sifatida debyut qilganmiz, shuning uchun bu bizning asosiy identitetimiz deb o'ylayman. Men seni yaxshi ko'raman, do'stim, deydi Jimin Viga. Ammo agar biz juda ko'p vaqt birga bo'lsak, men buni ko'rishni xohlamayman, kuladi Vi. Bu har doim shunday bo'lmaydi, yoki ehtimol hech qachon.
Eslaysizmi? NSYNC guruhining tanaffusga chiqqani, Justin Timberlake o'z solo karyerasini davom ettirishni istagani. Bu vaqtinchalik tanaffus oxir-oqibat doimiy bo'ldi. Chunki uning solo karyerasi guruh hech qachon olmagan sanoat ishonchiga ega bo'ldi. Yoki Space Girls guruhining Gingersiz davom ettirganini eslaysizmi? Yangi musiqalar bilan faqat Scary, Sparty va Push o'zlari solo ishlarini bir necha oy ichida chiqargan holda 3-albomni to'ldirdi. Albom Forever oxir-oqibat muvaffaqiyatsiz bo'ldi va va'da qilingan jahon turi hech qachon amalga oshmadi. Agar yanada oldinga qaytsak, 1984-yildagi Jacksonning Victory turi misol bo'ladi. Bu oilaviy guruhning davomiyligini e'lon qilish maqsadida tashkil etilgan edi. Ammo oxir-oqibat bu biroz achinarli ohangdagi tugashga o'xshadi. Tur davomida aka-ukalar o'rtasidagi taranglik shunchalik oshdiki, Los-Anjelesdagi Dodger Stadiumda oxirgi konsertda Michael Thriller muvaffaqiyatidan keyin o'z qarorini e'lon qilib, guruh endi birga chiqishni to'xtatishini bildirdi. Pop musiqa tarixida ko'plab buyuk guruhlar ichki nizolar va solo karyeraning jozibasi tufayli tarqalgan holatlar ko'p va ularning tanaffusga chiqib keyin muvaffaqiyatli qayta birlashgani kam. Shu nuqtai nazardan BTSning 7 a'zosining har biri muvaffaqiyatli solo ishlar bilan o'z shaxsiy san'atkorligini namoyon qilgani, lekin guruh sifatida qayta birlashib ishlashga va'da bergani o'zi bir g'alaba. Yoshlar tobora o'zining individual ishtiyoqi, shaxsiy san'ati va band hayotiga ega bo'lmoqda. Ular shunchaki yaxshi odamlar, shu qadar oddiy, dedi Halsey. Ular bir-biriga hurmat bilan qaraydi va har bir kishining fikri va g'oyalarini hurmat qiladi. BTS nima ekanligi haqida aniq tasavvur bor. Shuning uchun har kim kun tartibini biladi va ularning individual kuchlari markaziy maqsadni qo'llab-quvvatlashga mukammal mos keladi. Bu egosentrik muhit emas, bo'lishi ham mumkin emas, chunki ular BTSni ifodalash va muxlislarni qadrlashga shunchalik e'tibor qaratishadi. Bu voqealar ularning chin do'stligi va armiyaga bo'lgan sadoqati dalilidir. Odamlar doimo qilamiz deydi, lekin amalga oshmaydi. Bu hech qachon sodir bo'lmaydi. Agar biz buni davom ettira olsak, ehtimol 60 yoshimizda ham raqsga tushishimiz mumkin. Qolaversa biz istaganimizcha, ehtimol 50larimizda, 60larimizda ham har doim guruh sifatida birga bo'lamiz, deydi Suga. Ba'zi jihatlari bilan 2022-yilgi Grammy mukofotlari RM uchun hamma narsani o'zgartirdi. BTS Butter nomli funky va virusli qo'shig'i bilan nominatsiyaga kirganda, ular o'zining ikkinchi Grammy nominatsiyasi va teleko'rsatuvdagi hayratomuz chiqishlari bilan e'tiborni tortdi. Bu chiqish samarali va bir-biriga ishonchli do'stona ruh, ba'zan zerikarli bo'lib qolgan marosimga jon baxsh etdi. Shu bois Best Pop Duo or Group Performance nominatsiyasida Doja Cat va SZAning Kiss Me More duetiga mag'lub bo'lishi muxlislar uchun yanada achinarli bo'ldi. Ular tezda Scammies hashtagini Twitterda trendga chiqardilar va shou BTSni tomoshabinlarni jalb qilish uchun ishlatayotganlikda aybladilar. Lekin RM'ning o'sha kechasi boshqa fikrlari bor edi. Lady Gaga do'sti va ustoziga Tony Bennettga qilgan teatr va hissiy hurmatini, shuningdek Herning va Travis Barker bilan elektr energiyali medleyni tomosha qilganda, u butun hayotingni musiqaga bag'ishlash nimani anglatishini o'yladi. Grammy'da Butter qo'shig'ini ijro etganimiz odamlarni hayratda qoldirdi, deydi u 2 oy o'tib Weavers intervyusida. Menimcha endi odamlarni hayratda qoldirishdan tashqari, ularga qanday xabarlar yetkazishimiz mumkinligini qayta o'ylash vaqti keldi. Avvaliga men bu guruh nima ekanligini yaxshi tushunardim, lekin hozir esa qanday qilib guruh qanday bo'lishini yoki hatto o'zim kim ekanligimni ham aniq bilish imkonsiz bo'lgan bosqichga yetgandekman, deya davom ettirdi u. Endi BTS dunyoga nima aytishi kerak? Hozirgi paytda BTS qanday pozitsiyada esda qolishi kerak? Oldinga qanday ishlashimiz kerak? Bugun deyarli 4 yil o'tib, men shu savollarni guruhning yetakchisiga qaytaraman.
Ular alohida ijodkor va shaxs sifatida o'sib, ma'lum vaqt mustaqil faoliyat olib borganidan so'ng, kelajakda BTS qanday bo'ladi? Arem to'g'ri o'tirib, savolni o'ylab ko'radi. BTSning 13 yillik yo'li shaxsiy jihatdan men uchun "Men bu jamoani bilaman" bilan boshlangan, deya boshlaydi u. O'zini guruhning asoschisi, Big Hit Entertainment atrofida qolgan guruhni shakllantirgan 16 yoshli yorqin ko'zli stajyor sifatida eslab, "Bu jamoa men bilan boshlandi. Men o'zim bilan. Keyin esa shunchaki bilmayman. Kompaniya, label juda katta bo'lib ketdi", deya davom ettirdi u. Dunyo tobora murakkablashib, chalkashib bormoqda. Platforma o'zgardi, texnologiya juda tez o'zgardi, yanada tezlashmoqda. 10 yil oldin guruh uchun muvaffaqiyat shunchaki chartlarda birinchi bo'lish edi. Bizning yagona maqsadimiz televizion musiqiy shoularda birinchi o'rinni egallash edi, deydi Jin. Koreya televizion janriga ishora qilib, birinchi o'rinda bo'lish bizga juda katta xursandchilik berardi. Shundan so'ng biz san'atkor sifatida o'sib bordik. O'ylaymanki, o'sha paytdagi mehnatkashligimiz tufayli bugun bu yerda turibmiz. Menimcha biz hali ham biroz chalg'iganmiz, deydi Arem o'ziga xos halollik bilan. Lekin biz bu chalg'ish ichida kichik oltin bo'lagini topishga harakat qilmoqdamiz. Aniqlikni topish uchun guruh BTSning asosiga qaytishi kerakligini biladi, bir-birlariga. Shu maqsadda ular Los Anjelesda birinchi marta qo'shiq yozish lagerlariga kirdilar va eng yaxshi musiqiy sanoat yozuvchilari va prodyuserlari bilan ishlashdi. Qo'shiq yozish lagerlarida odatda musiqiy sanoatning eng yetakchi qo'shiq mualliflari va prodyuserlari bir joyda to'planadi. Bir necha xonalarga bo'linadi. Ularning aniq vazifasi pop musiqaning eng yirik yulduzlari uchun navbatdagi chart toppers va muxlislar sevimlilarini yaratishdir. Bu zamonaviy pop musiqasining o'zi kabi qadimiy an'ana bo'lib, Brill Building raqobatlashuvchi jamoalari va Berry Gordy'ning Hitsville USA montaj liniyasi uslubi bilan bog'liq. BTS faoliyatining boshlarida qo'shiq yozish va prodyuserligi bo'yicha yetakchi rol rep guruhi Arem, Suga va J-Hope'ga tegishli bo'lgan. Ular ko'plab hitlarini o'zlari yaratgan. Yillar davomida esa boshqa a'zolar ham qo'shiq yozuvchilar va prodyuserlar sifatida o'sib, bir necha qo'shiq yozish va prodyuserlik kreditlariga ega bo'lishdi. Tanaffus davomida yanada sayqallangan ijodiy yetuklik ushbu albom ustidagi ish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Biz hamon musiqiy ijod va qo'shiq yaratishda juda ambitsiyadamiz, deydi Suga. Har bir qo'shiq turlicha bo'lgani uchun ba'zan bitta a'zo qo'shiq yozilishiga yetakchilik qilardi. Masalan, Jimin o'z malakasini kengaytirib, QBS musiqiy dasturida yangi texnikalarni o'rgandi. Jungkook lagerdagi tartibdan zavqlangan. Bu juda qiziq edi, chunki studiyada 3 ta xona bor edi, deydi u. Ba'zan ikkimiz bir xil studiya xonasiga kirib ishlardik, ba'zan esa faqat bitta a'zo ishlardi. Keyin juftliklarni almashtirib turardik. Shunda turli g'oyalar va turli hamkorlik turlarini sinashimiz mumkin edi. Bu bizning shablonlardan chiqish usulimiz edi. Ba'zan bu juda yomon tugardi, ba'zan esa juda yaxshi natija berardi. Lekin butun jarayon juda erkin va ozod edi. Shuning uchun juda maroqli edi. Jin o'zidan kichik guruhdoshlarining ishtiyoqini ilhomlantiruvchi deb biladi. Kichik ukalar juda matonatli, deydi u. Ularning juda katta ishtiyoqi bor. Yangi albom atrofidagi taxminlar u 20-mart kuni chiqadi. Rekord darajaga yetgan. Army muxlislari allaqachon loyihada ehtimoliy hamkorlik sifatida Max Martin, Baby One More Time'dan Blinding Lights'gacha bo'lgan barcha hitlarning ortidagi afsonaviy shved qo'shiq muallifi va prodyuseri va Jon Bellan, Miley Cyrusning Midnight Sky va Justin Bieberning Ghost qo'shiqlari muallifi kabi yirik nomlarni aniqlaganlari aytilmoqda. A'zolar albom haqida juda ko'p tafsilotlarni oshkor qilmaydi, lekin ular aytayotgan narsalar ham yetarlicha qiziqarli. Bizda turli janrlar mavjud, deydi Suga. Ayta oladiganim shuki, bu albom siz tinglagan oldingi BTS albomlari va to'g'ishlaridan juda farq qiladi. Bu safar siz BTSning yanada yetuk tomonini ko'rasiz. Bu haqiqatdan ham to'liq paket, deydi Arem. Aytishim mumkinki, keyingi albom
ko'p narsani oydinlashtiradi. Intervyudan 2 hafta o'tib, guruh albom nomi haqida xabar yubordi. Ular uni Arirang deb nomlashga qaror qilishdi. Bu Koreyada keng tanilgan an'anaviy qo'shiq bo'lib, mamlakat tarixini aks ettiradi. Ular guruh sifatida kim ekanliklarini va aytmoqchi bo'lgan hikoyalarini ifodalovchi nomni xohlashgan. Arirang bu vaqt va avlodlarni kesib o'tgan an'anaviy koreys xalq qo'shig'i bo'lib, doimiy ravishda bog'lanish, uzoqlik va qayta uchrashish hissiyotlari bilan bog'langan deb yozishdi. Bu nom guruh tarixidagi yangi bob uchun juda mosdek tuyuladi. Ular armiya bilan ham, bir-biri bilan ham yanada birlashayotgandek davr uchun. Shuni ham alohida qayd etish kerakki, ehtimoliy ravishda karyeralaridagi eng kutilgan lahzalardan birida 7 a'zo dunyoning e'tiborini o'z ildizlariga, ularni shakllantirgan mamlakatga qaratishni tanladi. Axir BTS har doim til chegaralarini chetlab o'tib, butunlay va hissiy jihatdan global muxlislariga yetib borish qobiliyatiga ega bo'lgan. Ularning solo ishlanmalarida a'zolar zamonaviy hayotning qorong'u tomonlarini ochiqchasiga ko'rsatishga qo'rqmagan. Masalan, Suganing August D sifatidagi ishi. Bu yanada qo'pol va norozilikka to'la alter ego bo'lib, u yerda u ruhiy salomatlik va jamiyat bosimlari bilan kurashgan. Yoki RM'ning Right Place Wrong Person albomi orqali o'zini qabul qilish haqida uzun tahliliy musiqiy meditatsiyasi. Keyingi guruh faoliyatlarida esa ularning yetuklashgan tajribasi bilan dunyo kutgan tug'ishni qanday uyg'unlashtirishi qiziq bo'ladi. Men tushunaman, K-pop sanoatidagi idol guruhlar va boy bandlar sifatida hayotning salbiy tomonlarini ko'rsatish biroz cheklovli bo'lib tuyulishi mumkin, deydi Suga. Lekin menimcha, san'atkorlar va shaxslar sifatida hayotning ijobiy va salbiy tomonlarini ifoda eta olishimiz kerak. Menimcha biz asta-sekin shunga yo'nalyapmiz. Chunki bu albomda ko'p introspeksiya va fikrlar bor. Narsalar o'zgardi va biz hali ham o'zgarishda davom etyapmiz. Hozir yigitlarning xayolida nima borligini tushunishga urinib, ulardan nimalarga qiziqishayotganini so'rayman. Vi ularning hamkasblaridan biri ularni eksperimental rapper Jin Dawson ijodi bilan tanishtirganini aytdi. U meni juda hayratda qoldirdi, chunki u men kutgandek yangramadi, deydi Vi. U menga musiqa qanday yangrashi va qaysi yo'nalishda rivojlanishi mumkinligi haqida ko'plab g'oyalar berdi. BTSning ilk davrlarida RM, Suga va J-Hope BTS qamrovi uyida shaxsiy hip-hop maktabini tashkil qilgan. Boshqa a'zolarga taxminan 50 ta ijodkor ro'yxatini bergan va ularni Tupac va Nas kabi klassik ishlar bilan tanishtirgan. Bu asl repetitsiyalardan keyin sodir bo'lgan. Ba'zi kechalarda o'zini o'zi rag'batlantiruvchi Bangtan Boyslar repetitsiyadan so'ng soat 23:00 da uyquga qaytib, hip-hop maktabi sessiyalarini soat 6 gacha davom ettirgan. Uxlashni tark etib, musiqiy bilimlarini rivojlantirgan. Musiqiy kashfiyotga bo'lgan bu umumiy sevgi guruhning dinamikasining asosini tashkil qiladi va hozirgacha davom etmoqda. Hatto bugungi kunda ham bu ijtimoiy tarmoqlarda yaqqol ko'rinadi. BTS a'zolarining bir nechtasi bir vaqtning o'zida bir xil ijodkorning musiqasini post qiladilar. Masalan, o'tgan yozda bir necha hafta davomida J-Hope, RM, V va Jungkook bir vaqtning o'zida shov-shuvli alternativ R&B ijodkori Daejeonning qo'shiqlarini ijtimoiy tarmoqlarda ulashgan. Biz biror narsani yoqtirsak, bir-birimizga tavsiya qilamiz. Shu sababli ko'pincha bir vaqtning o'zida bir xil musiqani yoqtiramiz, deydi J-Hope. Albatta, didimiz turlicha, lekin ba'zi joylarda kesishuvlar mavjud. Hozirda J-Hope Rozaliyaning Experimental Lux albomiga mahliyo. Barcha bu musiqiy suhbatlar esa yigitlarga telefonlarini chiqarishga ilhom beradi. Men sizga ko'rsataman, siz menga ko'rsating o'yiniga, ya'ni Spotify Wrapped sessiyasiga aylanadi. Men 24 yoshdaman, deydi Jungkook. 20, deydi J-Hope. Men 77 yoshdaman, deydi Suga. 88, deydi V. 89, deydi Jimin. Umumiy jarayon juda erkin va ozod qiluvchi edi. Shuning uchun juda qiziqarli bo'ldi, deydi Jungkook. BTSning o'sishi oldingi K-pop guruhlarining muvaffaqiyatlariga asoslangan edi. G'arbdagi innovatsion pop musiqani aqlli tarzda o'zlashtirish
zich, esda qoladigan vizual hikoya berish, qayta tomosha qilinishga loyiq texnologiyani strategik tarzda qo'llash, lekin barcha buni o'zining haqiqiyligi va yaqinliligi bilan qilgan. Avvalgi K-pop yulduzlari mukammal va erishib bo'lmas taassurot qoldirgan bo'lsa-da, BTS o'zini yaqin va tanish qilib ko'rsatdi. Shu sifat ularga janrdan to'liq o'tishga ham imkon berdi. 2024-yilda Ban Shi-hyuk The New Yorker'ga bergan intervyusida shunday degan: "Strategiyam fandomga eng yoqimli narsani topish va uni eksperimental darajaga olib borish edi. Televideniye chiqishlariga suyanish o'rniga, u guruh uchun YouTube kanalini debyutidan oldin tashkil qilgan. A'zolarga o'z Twitter hisoblarini boshqarishga va video bloglarda juda samimiy bo'lishga ruxsat bergan. Eng past pallalarini ham vlog qilgan va hatto mastona bazmlar haqida jonli tweetlar yozishlariga ham ruxsat bergan. Men ularni soxta idol qilmoqchi emas edim", deydi Bang. "Men shunday BTSni yaratmoqchi edimki, ular menga yaqin do'st bo'la olsin. Ularning izdoshlari bilan doimiy muloqoti ARMY'ning paydo bo'lishiga yordam berdi." Zamonaviy pop musiqada stan armiya deyarli tabiiy hol. Ular sodiq va kuchli qo'llab-quvvatlaydi. Ko'pincha pop yulduzining ko'cha jamoasi sifatida xizmat qiladi va ba'zan bir tur bo'yicha bir nechta shoularni ko'rish uchun minglab dollar sarflaydi. Ammo ARMY bu darajani chuqur, intensiv va hatto fidokorona qiladi. Ular muntazam xayriya tadbirlarini tashkil qiladi, jumladan BTSning hamkorlari, masalan, Halsey uchun ham. O'tgan yili ARMY hatto 7 yillik BTS qo'shig'ini yana chartga chiqarib, a'zolarga xabar yuborgan. 2018-yildagi Unpun singli Billboardning World Digital Song Sales chartida birinchi o'rinni egalladi va 75 dan ortiq mamlakatda yuqori natijaga erishdi. Men bu yutuqni guruhga eslatganimda, ular ancha hayajonlandi. "Men juda ta'sirlandim", deydi Jimin. "Shuncha sevgi oldimki, uni qanday qaytarishni bilmayman ham va bu sevgi shunchalik shartsiz. Doimo o'ylayman, qanday qilib yaxshiroq ijrolar va qo'shiqlar orqali bu sevgini qaytarish mumkin. Sevgi qanchalik katta ekanligini bilish ham juda qiyin, chunki u nihoyatda ulkan", deya davom ettiradi Jimin. "Menimcha bu o'zaro. Biz ARMY'ga ta'sir qilamiz, ARMY ham bizga ta'sir qiladi. Bu ikki tomonlama jarayon. Bu voqealarni his qilganimizda men jamoa sifatida qanday xabar yetkazishimiz kerakligi haqida chuqur o'ylayman. Chunki aytadigan har bir so'zimiz aks sado beradi va ARMY uchun juda muhim bo'ladi va biz xohlashimiz shuki, bu ijobiy ta'sir qilsin." Guruh Amerikada muvaffaqiyat qozona boshlagan dastlabki davrlarda ARMY'ga nisbatan patronizatsion, e'tiborsiz yondashuv g'arbiy matbuotda keng tarqalgan edi. Go'yo bu muvaffaqiyatni faqat yoshlar o'yinqarligi va kuchli his-tuyg'ular bilan izohlash mumkin. Haqiqat shuki, ARMY turli mamlakatlardan, turli avlodlardan va turli jinsiy ifodalardan kelgan juda xilma-xil jamiyat. Buni shaxsan ham ko'rganman. Hayotimdagi ARMY'larni kuzatib, Manila shahrida yashovchi vizual rassom va sound dizayner, kinoda ishlari Sundance va Venetsiya kinofestivalida e'tirof etilgan va san'ati Singapurdan New Yorkgacha ko'rgazmalarda namoyish etilgan. Yoki Seulda ishlaydigan texnologiya sohasidagi ijrochi, dunyodagi eng yirik kompaniyalardan biri uchun muntazam ravishda yirik shartnomalarni amalga oshiradi va dam olish kunlarida BTS konsertlarini tomosha qilish uchun butun dunyo bo'ylab uchib ketadi. Keyin esa mening onam bor. Men faqat James Taylor va Carole King kabi qo'shiqchilarni sevishini bilgan ayol. U bir paytlar hech qayerdan kelmay, o'zini ARMY a'zosi deb atay boshladi. Ko'pchilik kabi u pandemiya davrida BTSga oshiq bo'ldi. Onam bu vaqtda buvimga g'amxo'rlik qilayotgan edi. Buvim bir necha insultdan keyin uyimizga ko'chib kelgan va onam butun energiyasini buvimga kun-u tun qarashga 8 oy sarflagan. Shu qorong'u paytlarda, kechqurunlarda buvimni nafas olish apparati orqali kuzatib turishga majbur bo'lganida, onam telefonda Bangtan Boys'ning videolarini tomosha qilgan. Faqat rasmiy BTS kanallarida shunda ko'rishlar hisobga olinadi. Ularning o'yin kulgu bilan to'la harakatlari ruhini ko'tarib, umid beradi. Ular menga kechqurunlarda hamrohlik qilishadi.
deydi u. Shuncha muammolar bor edi, lekin ularning videolarini tomosha qilardim va bir lahzaga bo'lsa ham tabassum qilardim. Guruh o'zining eng yetuk va musiqa jihatdan ambitsiyali albomini chiqarishga tayyorlanayotgan bir paytda men ulardan Grammy hali ham ular uchun eng yuqori marrami yoki sovrinni qo'lga kiritish maqsadi bormi deb so'rayman. Bilmayman, deydi RM. Vaqt o'tib ketdi. Hozir ko'plab K-pop nomzodlarini umumiy maydonda ko'ryapmiz va ular uchun juda katta olqish aytmoqchiman. Demak, urinib ko'ramiz, deya qo'shadi u keyinroq. Ehtimol albomimizni yana Grammy'ga topshiramiz, lekin bilmayman. Endi biz Grammy'ni xohlaymiz demoqchi emasman. Ya'ni bu sovrinni endi xohlamaymiz degani emas, lekin urinib ko'ramiz. Agar bo'lmasa, mayli. Guruh uchun hech bo'lmaganda asosiy maqsad sovrin emas, balki guruh uchun ishlashga yo'l ko'rsatadigan shimol yulduzi kabi nishon bo'lish edi. Odatda guruh 4 kishidan iborat bo'ladi, to'g'rimi? Biz 7 kishimiz. Butun jamoa uchun ba'zida shunday maqsad kerak bo'ladi, deya davom ettirdi RM. Grammy bu oldin bizga yetmagan maqsadlardan biri edi, lekin hozir eng muhimi shuki, biz yana birga bo'ldik va butun dunyo bo'ylab muxlislarimizni ko'ramiz. So'nggi studiya albomidan deyarli 6 yil o'tib, ularning muvaffaqiyatli davri davom etadimi? Imperial faza degan tushuncha odatda guruhning hayotida faqat bir marta yuz beradi. 2001-yilda Pet Shop Boys a'zosi Neil Tennant bu atamani 1987-yil chiqarilgan Actually albomining remasteri bilan bog'liq intervyuda Chris Hales bilan so'zlashganida ishlatgan. U o'sha paytdagi oltin davriga nazar solayotgan edi. Guruhning hissiyotlari va uslubi ayni paytga mos kelgan va ular hech narsa noto'g'ri qilmaydigan ko'rinishga ega bo'lgan davr. Pitchfork uchun yozilgan maqolada bu imperial faza, masalan, Rumors davridagi Fleetwood Mac, Phase davridagi George Michael va Michael Jacksonning Ozzy Wall'dan Bad davrigacha pop musiqa kontekstida mustahkamlandi. Tanqidchi Tom Ewing yozgan. Bu tushuncha ikki tomonlama, dunyoni zabt etuvchi o'ziga ishonganlik bilan birga nihoyatda eskirish ehtimoli ham bor. Imperatorlar haqida nima bilamiz? Ular oxirigacha yalang'och qolishadi. Faza har doim tugaydi. Eng muhimi shuki, biz yana birga bo'ldik va butun dunyo bo'ylab muxlislarimizni ko'ramiz, deydi RM. Albatta, har doim istisnolar bo'ladi va BTS doimo pop musiqadagi barcha qoidalarga istisno bo'lib kelganini isbotladi. Ular K-popning kichik imkoniyatsiz deb hisoblangan guruhidan global sahnaga chiqib, ba'zilari tomonidan novelty sifatida ko'rilgan ajoyib muvaffaqiyatga erishdi. Agar hozirgi mashhur guruhlar orasida kimdir imkoniyatlarga qarshi chiqsa, bu aynan ular bo'lardi. Ularning ta'siri faqat Beatles yoki Supremes bilan taqqoslashga loyiq. Fab Four singari BTS butun bir mamlakat musiqiy sanoatini global pop markaziga olib chiqishda muhim rol o'ynadi. Matovenning yetakchi qizlar guruhi singari guruhning yorqin imiji va esda qolarli qo'shiqlari ijtimoiy o'zgarishlarni ilgari suruvchi Troya oti vazifasini bajardi. Irqiy to'siqlarni buzdi va Osiyo ko'rinishini asosiy madaniyatga olib chiqdi. AQSh bozoriga chiqish davrida BTS va Beatles o'rtasidagi taqqoslanishlar paydo bo'lishi faqat statistika bilan bog'liq emas edi. Bu, shuningdek, ushbu guruhning haqiqiy avlod kuchi bo'lishini tan olish edi. Bugungi bo'lingan zamonda deyarli yagona umumiy madaniyat markaziga aylanish darajasida. BTS a'zolari mashhurlikning o'zgaruvchanligini boshidan bilishgan. K-popda har bir chiqish debyutdan keyin ham comeback deb ataladigan juda raqobatdosh va vaqtinchalik sanoatda hech narsani shunchaki qabul qilmaslik kerak edi. 100 kunlik chegaradan o'tish oson emas. Har bir single, har bir comeback muvaffaqiyatli bo'lishi kerak. Kompaniya moliyaviy jihatdan foyda ko'rishi va guruh tarqalib ketmasligi uchun. Shu nuqtai nazardan bu qoidalar 2000-yillarda Buyuk Britaniyadagi pop musiqaga o'xshash edi. U yerda hatto Sugar Babies va Girls Aloud kabi avlod guruhi singlga yashar edi. Menimcha, biz bu yerda faqat o'sha davrda juda mehnat qilganimiz uchun bo'lishimiz mumkin, deydi Jin. Halsey shunday deydi. Menimcha BTS innovatorlar.
Ular hozir nima bo'layotganidan xavotirlanishga hojat yo'q, chunki ular har doim kelajakni o'rnatib boradigan yo'lni belgilaydilar. Bu aslida avlod musiqachilari uchun muhim bo'lgan shovqinning fon shovqinidan boshqa narsa emas. 2013-yil sentyabr oyida BTS 100 kunlik bosqichga yetganida ular bu voqeani maxsus radio shou bilan nishonlashgan. Tort olib, bir-birlariga tabriklaymiz qo'shiqlarini xursandchilik bilan aytishgan. Endi 13 yil o'tib, o'sha lahzani tomosha qilganingizda, keyingi yillar davomida nima bo'lishini hech kimga aniq emasligini sezish ajablanarli. Janubiy Koreyada katta hitlar, butun dunyo bo'ylab ularni tanitgan sadoqatli fan bazasi, hozirgi kashfiyotchi va super yulduz maqomi. Bangtan Boys shunchaki bolalar edi. Orzu qilayotgan, eng yaxshisini umid qilayotgan. Shouda Shuga koreys tilida shunday degan: debyutimizdan aniq 100 kun o'tdi. Menimcha bu yerga kelishimiz armiyalarimiz tufayli bo'ldi. Memberlarga qarab davom etgan. 100 kun, 1000 kun yoki 10,000 kun bo'lsin, birga qolaylik. Hech ikkilanmasdan boshqa a'zolar ham bir ovozda javob berishgan. Birga qolaylik. Hozir guruh bilan o'tirib, ularning ulkan qaytishidan oldin Shugadan so'radim. Shu hissiyot hanuz mavjudmi? Keyingi 100, 1000 va 10,000 kunlar ham va'dali tuyuladi. Men buni aytganimning sababi shuki, shou biznesning dastlabki kunlarida juda ko'p narsalar sodir bo'ladi va sohada yashash muddati qisqa bo'lishi mumkin, deydi Shuga. O'sha davrni eslab, men xavotirlanardim. Qachongacha biz buni qila olamiz? Lekin endi men shu savolni ijobiy nuqtai nazardan so'rayapman. Biz hali ham juda yaxshi do'stlarmiz. Muxlislar hali ham bizni sevadilar. Ular bizni xohlashadi, qo'llab-quvvatlashadi. Agar biz buni davom ettira olsak, balki biz 60 yoshimizga qadar raqs tushishimiz mumkin. Aslida xohishimiz bo'lsa, menimcha 50, hatto 60 yoshimizgacha biz doim bir guruh sifatida bo'lishimiz mumkin. So'ng allaqachon bir necha yil birga yashagan 6 hamkasbiga qarab, Shuga tabassum qiladi va deydi: balki tizalarimiz uchun biroz qiyin bo'ladi, lekin menimcha biz buni uddalay olamiz. Tugadi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.